Dunyoda isbot talab qilmaydigan bir haqiqat bor. Har qanday mamlakat taraqqiyoti sog'lom va bilimli avlodga bog'liq deya ta'kidladi prezidentimiz ta'lim masalalariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida. Shu bois yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lida sog'lom, bilimli, teran fikrli, vatanparvar yoshlarni tarbiyalash uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz zarur va shart. Ijtimoiy sohalardagi barcha sa'y-harakatlar mana shu maqsadlarga qaratilgan aslida. Oxirgi 7 yilda raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, maktabgacha va maktab ta'limi uchun mablag' 7 karra oshirilgan. Bu yil esa 60 trillion so'm davlat byudjeti hisobidan ta'lim tizimiga ajratilgan. Maktablarda 1 millionga yaqin, bog'chalarda 1,5 millionta yangi o'rin yaratildi. Malaka, til bilish, yangi baholash tizimi, fan olimpiadalari kabi mezonlar asosida o'qituvchilarga 10 dan ortiq ustama joriy qilingan. Bundan samarali foydalangan 60 ming o'qituvchi hozirda 8-12 million so'm maosh olyapti. Ammo ana shu rag'batga munosib ravishda o'qituvchining dunyoqarashi, fikrlashi, intilishlari o'zgarmas ekan, maktab ham, kelajak ham, avlod fikrlashi ham o'zgarmaydi. So'z boshida aytib o'tish kerak, oila, ma'naviyat va tarbiya masalalariga alohida to'xtaldi. Chunki agar oilada tarbiya, ma'naviy muhit yaxshi bo'lishi uchun ham ta'lim tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Eng muhimi sog'liq yaxshi bo'lishi kerak. Ya'ni sog'liqni saqlash tizimi ham bir necha kunlar oldin demak tahlil qilingan. Buni boisi nimada? Butun mamlakatlarda, umuman jahon bo'yicha oladigan bo'lsangiz, xalqaro miqyosda ham uzoq yillar tarixga ega bo'lgan mana shu chet mamlakatlarda ham ta'lim tizimiga juda ham katta nima qilingan, e'tibor berilgan. Endi bu sohani alohida tilga olinganligi va shuncha vaqt sarflab tahliliy bir baho berilgani asosiy sababi O'zbekistondagi ta'lim tizimida, ayniqsa maktabgacha ta'lim va maktab tizimidagi olib borilayotgan ishlarimizni qanday natijadorligi ta'minlanyapti degan mana shu masala qo'yildi. So'nggi yillarda mana ta'limga qilingan investitsiyalar va mablag'lar sarflanishi 7 karra oshdi. 7 karra oshgan bo'lsa, oxirgi 7 yilda. Demak, 60 trillion so'm mablag' sarflandi. Buni boisi nimada? Mana shu maktablarni qurish, ularni jihozlash, adabiyotlar bilan ta'minlash va pedagoglarni salohiyatini oshirishga qaratilgan juda katta vazifalar bajarildi. Endi bir iborani yaxshi aytib o'tdilar, bino qurilyapti, jihozlanyapti. Lekin bu hali hech narsa degani emas. Ta'limning mazmuni qaysi darajada degan mana shu bahoni berib o'tishdi. Endi pedagoglarimizni mana shu o'tgan yilda 341 mingta pedagogni malaka toifasini olish uchun topshirilgan testlar natijasida 102 mingtasi mana shu malaka toifasidan o'ta olmagan. Bu nimadan dalolat beradi? Demak, ta'lim tizimida olib borayotgan islohotlarimizni hali yana ko'proq vazifalarni chuqurroq tahlil qilib olib borishimiz kerak. Biz ham katta umidlar bilan kutib turibmiz. Aynan prezidentimiz aytayotgan tashabbuslar, islohotlar, yangiliklar aynan bizning maktabimizda ham joriy etilishini. Bilasizmi, maktabimiz eng chekka hudud bo'lishiga qaramasdan ta'lim tizimimiz yaxshi yo'lga qo'yilgan deb o'ylayman. Agar prezidentimiz aytayotgan imkoniyatlar va islohotlar aynan meni maktabimga ham yetib borsa, demak ta'lim sifati bundan ham yaxshi bo'ladi deb umid qilamiz. Video selektor yig'ilishi davomida prezidentimiz ta'kidladilar. Demak, bugun o'qituvchi o'zgarmasa, o'quvchi o'zgarmaydi. Umuman o'qituvchi o'zgarmasa, maktab o'zgarmasa, jamiyatda o'zi ham o'zgarmaydi deb e'tirof etdilar. Bu shunchaki islohotlar emas, bu hayotiy ehtiyoj. Bitta narsa bilan faxrlanishimni e'tirof etishimga ruxsat berasiz. Fevral oyida prezidentimiz tashabbusi bilan ilgari surilgan va ochilgan menejerlik sertifikat o'quv kurslarida muvaffaqiyatli o'qidik va tamomladik. Endi bu o'quv jarayoni shunchaki o'quv bo'lib qolmaslik kerak. Olgan bilimlarimizni o'sha eng chekka hududlarimizda, o'zimizning maktabimizda va jamoamizda qo'llab ko'rishimiz kerak. Buni natijasi albatta bo'lishi kerak deb o'ylayman. Agar prezidentimiz aytayaptilar, sharoitni qilib beryaptilar, eng chekka hududlargacha yetib borishini ta'minlayaptilar. Agar jamoam bilan shunga yarasha javob bo'lmasa, demak biz ham kasbimizga, yurtimizga, davlatimiz e'tiboriga xiyonat qilgan bo'lamiz. Bog'cha tarbiyachilari oyligi 65% ga oshib, maktab o'qituvchilari maoshiga tenglashganligi, yangi o'quv yilidan maktab direktorlari o'rinbosarlari va bog'cha mudiralarining ish haqi 7-10 million so'mdan oshishi videoselektorda prezidentimiz tomonidan alohida ta'kidlandi. Ta'lim dasturlari eng ilg'or mamlakatlar tajribasiga moslashtirilyapti. Darsliklar yangilanyapti. Maktablarga zamonaviy jihozlar olib borilyapti. Endi muallimlar yangi metodikalarni o'zlashtirib, bolalarga yaxshi bilim berish kerak. Buning uchun pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim sifatini
oshirish zarur. Yoshlarni kasb-hunarga o'rgatish, to'g'ri tarbiyalash, zararli ta'sirlardan asrash ham dolzarb masalalardan biriga aylangan. Yig'ilishda sohadagi har bir yo'nalish atroflicha tahlil qilinib, ustuvor vazifalar belgilandi. Maktab ta'limini yangi bosqichga ko'taradigan tashabbuslar ilgari surildi. Bugungi kunda ishga qabul qilishda faqat diplomga tayanish yondashuvi tobora o'z ahamiyatini yo'qotmoqda. Chunki hayot ko'rsatmoqda, diplom borligi mutaxassisning haqiqiy bilimga ega ekanligini har doim ham kafolatlamaydi. Shu sababli prezidentimiz tashabbusi bilan joriy etilgan yangi baholash tizimi aynan bilim va malakani asosiy mezon sifatida baholash juda dolzarb va adolatli qaror deb hisoblayman. Yaqqol misol 2025-yil boshida o'tkazilgan imtihonlar. 13 mingdan ortiq nomzod test sinovlaridan o'tkazildi. Ulardan 6 ming nafari yetarli darajadagi bilim ko'rsata olmaganligi uchun ishga qabul qilinmadi. Bu natija bizga ikki narsani anglatadi. Ya'ni, birinchidan, tizim sifatsiz kadrlarni oldindan ajratib berishni o'rgandi. Ikkinchidan, bugun bilim chinakam kapitalga aylanmoqda. Endi har kim o'z ustida ishlashi, malakasini oshirishi va real natijalarni ko'rsatishga majbur. Men shaxsan bu jarayonni qo'llab-quvvatlayman. Chunki bilim va malaka asosida tanlov qilinadigan tizimda imkoniyatlar teng bo'ladi. Yoshlarga yangi ufqlar ochiladi. Hamma o'z salohiyati, bilimiga qarab baholanadi. Endi tanish bilish yoki faqat diplom bilan ishga joylashish emas, balki mehnatsevarlik, o'z ustida ishlash, zamonaviy ko'nikmalarga ega bo'lish hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu o'zgarishlar yosh avlodga ham, tajribali pedagoglarga ham birdek turtki bo'ladi. Har kim o'z bilimini yangilashga, xalqaro standartlarga moslashtirishga harakat qiladi. Natijada esa butun ta'lim tizimi yangi sifat bosqichiga ko'tariladi. Xulosa qilib aytganda, bu baholash tizimi nafaqat o'qituvchilik sohasi, balki barcha sohalarda ham yangilanishlarning asosi bo'lishi mumkin. Zero bilimli inson har doim ishonchli, mas'uliyatli va yangilikka ochiq bo'ladi. Bilim ustuvor bo'lgan jamiyat esa kuchli bo'ladi. Har haftada maktab va maktabgacha ta'lim tizimidagi direktorlar, bog'cha mudiralari bilan mening ishonchli vakilim, ya'ni joylardagi, hududlardagi hokimlar bir suhbat qilsin, ulardagi masalalarning joyida yetsin dedi. Nima uchun? Buni asosiy sababi endi bitta tuman kesimida 60 ta, 70 ta maktab, undan ko'proq va shunga tenglashtirilgan darajadagi maktabgacha ta'lim muassasalarimiz bor. Ulardagi qamrov darajasi mana oxirgi yillarda oshdi. 26% dan 78% ga oshdi. Mana kelgusi rejalarimiz 100% ga yetkazish. Agar bu narsalarni davlat o'zi alohida ahamiyat berib, mablag' sarflab, kuch sarflab qilayotgan bo'lsa, demak, u yerdagi tarbiyalanuvchiga tarbiya beruvchini o'zini salohiyati yuqori bo'lishi kerak. Mana ovqatlanish tizimi deysizmi, adabiyotlar bilan ta'minlashmi, o'yinchoqlar bilan ta'minlashmi, maktablardagi jihozlarmi, hammasini davlat zimmasiga olgan. Endi ko'p atrof mamlakatlarda ham, xalqaro miqyosda, masalan, Yevropa davlatlarida ham bu masalalarni davlat yechadi. Shuning uchun jon kuydirilayotgani sababi mana yuqorida hozir raqamlarga e'tibor berdik. Agar investitsiyalar shu qadar sarflanayotgan bo'lsa, buni ichida mana nechta pedagoglarni mana chet ellarda o'qitish, Singapurda, Yaponiyada, Janubiy Koreyada. Avvalo, pedagoglarni tayyorlash va malakasini oshirish tizimiga e'tibor qaratildi. Bu borada Abdulla Avloniy nomidagi Milliy tadqiqot instituti va uning 13 ta hududiy markazi qayta tashkil etildi. Pedagogik mahorat va xalqaro baholash markazi tashkil etildi. Endi bu imkoniyatlar asosida barcha pedagogika oliygohlari faoliyati tubdan o'zgartiriladi. Fanlar soni maqbullashtirilib 20 tadan 15 taga, ta'lim yo'nalishlari 31 tadan 17 taga tushiriladi. O'quv yuklamasi 20% ga qisqaradi. Yangi hududdagi maktablar uning amaliyot bazasiga aylanadi. Bolalar bugun eng ko'p bilim oladigan paytida ijtimoiy tarmoqlar va telefon bilan band. Demak, aynan o'sha ijtimoiy tarmoqni ham milliylashtirish kerak, jarayonini ko'rib chiqish kerak, aynan milliy kontent bilan to'ldirish kerak. Chunki aynan bola yoshidagi bolalarda bo'shliq katta bo'ladi. Demak, ularni ham bo'shlig'ini milliylik bilan, qadriyatlar bilan to'ldirishimiz kerak degan
taklifni bildirishdi. Taklifga men o'zimning munosabatimni bildirmoqchi edim. To'g'ri, o'sha video selektorda aynan Jahongir Ortiqov tomonidan aytildi, multfilmlar tashkil qilamiz, joylaymiz, oilaviy qadriyatlar, an'analar ko'rinadigan multfilmlar targ'ib qilamiz deb aytishdi. Agar bizga ssenariylar taklif qilinsa, o'sha ssenariylarni bizga ta'minlab bersa, o'zimiz o'quvchilarimiz bilan teatrlarni tashkil qilib, o'zimizni maktabda qo'yib berardik. Bundan tashqari qo'shni maktablarimizga ham aynan o'sha ijodiy ishlarimizni targ'ib qilgan bo'lardik. Avvalambor najot ta'limda, najot tarbiyada. Muhtaram yurtboshimiz bu borada yangi renessans davrini boshlab berdilar. Demakki, endi bu renessans davriga ta'lim sifatini to'g'rilamasdan turib erishish mutlaqo qiyin. Shu borada men yana bir narsani aytib o'tamanki, o'sha kitobga bo'lgan mehrni, kitobga bo'lgan muhabbatni hattoki biz mashina berib bo'lsa ham o'rgatamiz va bunga o'sha chiniqtiramiz, moslashtiramiz degan gaplarni eshitdik. Bular hammasi shunchaki balandparvoz gaplar emas. Xalqning ichidagi haqiqat, xalqning ichidagi bir asosiy e'tibor beradigan, bu urg'u beradigan masalalardan biri edi. Kuni kecha bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishlarida ta'lim, tarbiya o'chog'ini tubdan isloh qilish va unga alohida o'sha kadrlarda tayyorlash borasida alohida fikrlarini bildirib o'tdilar. Bu selektor yig'ilishida juda ko'p masalalar, juda ko'p dolzarb amaliyotlar aytib o'tildi. O'sha chet davlatlariga borib, endi bizni ustozlarimiz borib malakalarini oshirib kelishadi va u oshirib kelgan malakalarni ana endi ta'lim sohasida mukammal amaliyotga kiritishadi. Bundan qarangki, o'sha har bir sohani o'zini chuqur bilimi, chuqur bilimdoni bo'lish kerak. Bu Singapur ta'limini olyapmiz yoki Yaponiya tarbiyasini. Buni hali muallimlarimiz to'liq buning ichiga qanchalar kirdi? Bizi deputatlarimiz, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, mahalliy kengash deputatlari bu borada ham ta'lim sifatiga o'zlarini hissalari qo'shish maqsadida hududlarda o'rganishlarini, jamoatchilik nazoratini, deputatning nazoratini doimiy endi olib borishlari kerak bo'ladi. Shu yil respublikamizdagi 20 nafar o'qituvchi Buyuk Britaniya, Germaniya, Singapur kabi davlatlarga malaka oshirishga yuboriladi. Kelgusi 3 yilda barcha professor o'qituvchilar chet elda o'qitiladi. Hududlardagi malaka oshirish markazlari faoliyati ham kengaytiriladi. Ulardagi professor o'qituvchilar AQSh, Buyuk Britaniya, Singapur, Germaniyaning ilg'or dasturlari asosida qayta tayyorlanadi. Universitet, markaz va maktablardagi muallimlar xorijga albatta malaka oshirishga yuboriladi. Yetakchi o'qituvchilar esa o'z maktabidagi boshqa muallimlarning malakasini oshirib boradi. Bugungi kunda nima uchun bu narsaga e'tibor berilyapti? Agar mamlakatning kelajagi biz avlod haqida gapiradigan bo'lsak, mana halol biznesni amalga oshirayotgan tadbirkor ham u ilmli bo'lishi kerak. Bir tadbirkorlar yuzaga keldi. Ular 1 so'mni 2 so'm qilish. Ikkinchi bir toifasi bor. Ular ish o'rinlari yaratish bilan mashg'ul. Endi prezidentimiz bir narsani aytib o'tishdi. Mana 40 yillik natija haqida gapirdi. Ya'ni yangi avlod haqida gapirdi. Bu yangi avlod bugun bizga bilinar bilinmas shakllanyapti. Mana shular ertaga davlat tepasidagi tashkilotlarni, jamiyatni boshqaruvchilari bo'ladi. Bu hozir odamlarimiz bu narsani bitta-ikkita belgilarini ko'ryapti. Masalan, eng yosh o'quvchilarimiz, maktab o'quvchilari, mana prezident maktabini tashkillanishini asosiy sababi o'sha iqtidori bor bolalarni rivojlantiraylik, o'sha sohalarni. Mana kecha selektorda gapirdi. Demak, Garvardda o'qiyotgan qizimizni so'zlarini eshitdik. Savol berishdi. Aytayaptiki, seni ham bir katakonda bolasi bo'lsa kerak. Yo'q, u oddiy oilaning farzandi edi. O'sha bosqichlardan o'tib, demak, xalqaro miqyosdagi eng nufuzi baland, top 100 talikning ichida turadigan, demak, oliy ta'lim muassasasida nima qilyapti? O'qiyapti. Va uni dunyoqarashi ertaga butunlay boshqacha bo'ladi. Kelib o'rtog'iga, sinfdoshiga, qarindoshiga, o'zini yaqiniga bu narsalarni gapirib beradi va kelib O'zbekistonda ma'lum bir darajada o'zini mana shu olgan bilimlarini, tarbiyasini, u yerdagi dunyoqarashini nima qiladi? Singdiradi. Bugungi kunda eng ko'p e'tibor berilayotgan tomonimiz masalan yosh o'quvchilarni, masalan 8-11-sinfdagi yoshlarni ko'proq shu internet tarmoqlariga bog'lanib qolayotganligi. Shuning uchun mana hozir yangi topshiriq desa ham bo'ladi. Albatta buni juda chuqur tahlil qilib tayyorgarlik ko'rish kerak.
mana mamlakatimizda mavjud 900 ga yaqin teatr, ma'naviy demak tarmog'imizni demak obyektlaridan foydalanib, aytaylik 1.5 mingga yaqin stadionlarimiz, 2 mingdan ortiq demak sport inshootlaridan foydalanish va bu yerda mazmunli o'tkazish uchun tayyorgarlik ko'rishgan. Mutasaddilarga bu narsalar topshiriq qilib berildi. Sababi eng quyida ertaga mana 3 oylik 90 dolzarb kunda olib borayotgan ishlarimiz bolalarning tarbiyasiga, sport sog'lomlashtirishga, ularni vaqtini mazmunli o'tkazishga agar sarflasak, mana oddiygina bir til o'rganish bilan band qo'ysiz, bola o'sha telefondagi kerak bo'lmagan demak o'sha ma'lumotlarga yopishib olmaydi. Bu albatta amaliyotda isbotlangan. Bugun u narsadan ko'z yumib ham bo'lmaydi. Biz oliy ta'limdagi xususiy ta'limda oladigan bo'lsak, ba'zi yo'nalishlarda biz ko'ryapmizki, kimyo yo'nalishlari yo'q, biologiya yo'nalishlari yo'q. Tabiiy fanlar qaysidir ma'noda orqaroqda qolayotganga o'xshab boryapti. Demak, bu yilgi yilimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, atrof muhitni asrash yashil iqtisodiyot yilidan kelib chiqadigan bo'lsak, globallashuv davrida ekologik holat o'zgarishidan kelib chiqadigan bo'lsak, tabiiy fanlarni kuchaytirish vaqti keldi endi deb o'ylaymiz. Va shu asnoda biz o'zimiz shunday bir takliflarni ham aytardikki, dars soatlariga eko-madaniyat, eko-ma'naviyat soatlarini ham kiritsak to'g'ri bo'ladi deb o'ylaymiz. Davlatimiz rahbari yoshlarni nufuzli xorijiy universitetlarda o'qitish masalasiga ham alohida to'xtaldi. Farzandlarimiz juda iqtidorli, faqat ularni to'g'ri yo'naltirib, maqsadga tayyorlash zarurligi ham ta'kidlandi. Prezident iqtidorli farzandlarning milliy dasturi boshlanadi. Al-Beruniy nomidagi xalqaro maktab tashkil etiladi. Bundan tashqari, prezident va ixtisoslashgan maktablardan 208 nafar maslahatchi umumta'lim maktablariga biriktiriladi. Endi ilg'or xorijiy tajriba asosida maktabga tayyorlov guruhlari va boshlang'ich ta'lim o'quv dasturlari o'zaro uyg'unlashadi. Buning uchun bog'cha bolalarini matematika, tabiiy fanlar va texnologiya yo'nalishlarida tanqidiy va kreativ fikrlashga o'rgatadigan dasturlar ishlab chiqiladi. Bir so'z bilan aytganda, najot ta'limda. Bugun o'quvchining ham, o'qituvchining ham dunyoqarashi, tafakkuri sarhad bilmasligi kerak. Innovatsiyalar, yangi pedagogik texnologiyalar ushbu jarayonlarga kirib kelishi zarur. Ana shundagina biz o'z oldimizga qo'ygan yuksak maqsadlarga erisha olamiz.